Dada. Ha. İpi bu başı yana üstüme kostun optigan. Rasvo bilemem ben. Ay! Yana noto'g'ri tushundilar. Siz yerda o'tiring, hozir kelaman, qaymi? Rasvo qildim hali. Qo'y ver yetmay. Qo'y ver meni. Qani nima tapirchilaysiz? Nima deysan? Yana menga xotin olib keldingmi? Siz emas, o'zim u. Ana kimdir bashasini olib kelganmi? Men qishloqda rasvo Mani bo'ldim. eshiting, qani eshitasiz? Nima deysan? Sizda sovuq ham bor, yuring. Qanday sovg'a? Dada, ana moshincha sizga keliningizdan sovg'a. Kelinim sovg'a qildim. Iloyim, ilovanda ikkovlaringiz yo'llaringiz o'tmasin. Tutashib shunday doim rel sotib ominaga baxtli Lekin bo'ling. bitta notaraf bor-da. Krediti bormi? Yo'q. Mashin kreditmi? Yo'q. Endi nima notarafi bor? Sizdan 2 yosh katta-da. Bu kishimi? Ibi yosh katta bo'lsa nima bo'libdi? Ay, sevgi yosh tanlamaydi. Iloyim seni bilmaganingni bu o'rgatadi. Buni bilmaganini saqlasa, ay, Yana bitta notaraf bor-da. Ya, onasini ko'rsa krediti bor. Yo'q. Mana qarang. Notarafda ana shu ikkovi buni bachasi-da. Ibi, yaxshi-ku bachasi bo'lsa. Ammo uni bachasi, seni ham bachang, seni bachang, men navaram zo'rki bacham. Dada, keyin keliningiz bitta sharti bor. Qanaqa shart? Biz keliningiz bilan bu o'zimiz uyda yashaymiz, sizni qariyalar uyga tashlab kelayotgan. Ha, men qariyalar uyda yashayman, sizlar bu yerda yashaysiz. Ha, zo'r. Ha, o'lgiysan sen. Menga qarang. Siz shart-bart qo'ymang bu yerda, tushundingizmi? Ana ikkita kuchukachangiz olingda yo'q bo'ling bu yerdan. Tez. Ey, o'ylang bikiningizdan. Bera kelsan kuchuk.